Türkiye bilan urushib beribdi, mehnat qilib beribdi. Men sen masni yaxshi niyatlarga Ara, nasib qilsa. bitta narsani to'g'ri tushun. Qizlarni mindirma Qaysi? lekin. Bitta og'ir so'z. Qaysin, eshit. Ha. Menga odamlar aytishadi-da, qara Saturn Equinox oldi, Tyson Kia oldi, nega sen Gentra'da yurasan deb savol berganlar bo'ldi. Ularga meni javobim. Birinchidan, uyimga bitta kelib ko'rsin, shunda qaraydi-da, bilet ikkita Malibu Premier'da pulini tiqib yuboribsan-ku deydi. Men endi birinchi o'rinda do'st bor, dushman bor, o'shalarni oldida va uy joyida cho'tka qilish kerak. Uylanadigan vaqtimiz kelyapti. Birinchi o'rinda men uyga uxod tiqildim. Hamma joyida qilib bo'lgandan keyin endi mana normal mashina olib, Mashina normal yursa bo'ladi. bitta boya ham borda. Hozir boshqa mashina olyapsan-ku? Gentrani sotasanmi menga? Nima qilasan Gentrani? Gentrani olma, kerak emas. Buniki Gentrani sotaymi, Cobalt sotaymi, nima deysan? Gentrani sotsang yarim pulni beraman, yarim pulni qishgacha qilib, martga aprilgacha qilib beraman. Ikkita mashina qo'ymoqchiman просто. Nechta qiz minib, nechta qiz tushgan Gentradan nima qilasan uni olib? Bax. Ishonasanmi, ey? O'sha Gentram biror marta meni ko'chada qoldirgani yo'q. Biror marta bir hatya balon-malonni teshilib qolgani yo'q. Qizlar o'tirgan bo'lsa, например, bir A manzildan B manzilga borish uchun o'tirgan. Meni nimadir maqsadim, yo nima temam bo'ladigan bo'lsa, shaharda kvartiram bor. Mendan yaxshi bilasan sen. Samandar? Mashina necha pul qilib berasan Gentrani? Necha sotaman debsanmi? Endi hozir offshida savdolashmaymiz-ku, sen jinni bo'lib qoldingmi? Unaqa narsalarni offshida so'raverasan sen? Davay, aksionga qo'yamiz. Aksiyon gaplashamiz. Oladiganlar bormi? Gaplashamiz. Odilxon Gentra pas Bayna bor-ku, Cristiano Ronaldo bor-ku. Ha, Cristiano Ronaldodan bilsan kerak, bitta mashina 250 million dollarga bitta mashina olibdan mashina avariya qilibdan 500 ming dollarga sotib beradi-ku. hozir anaqada-da, uji kelib qoldi. Shunday katta narx qo'yib bermaysan.